Men ismim Sobir. Hamma qatori oddiy odamman. Boshqalardan farqim yo'q deb o'ylayman, lekin boshqalar unday deb o'ylashmaydi-da. Bolaligimda avtohalokatga uchraganman. Balki shu tufayli meni boshqacha odam deb o'ylashar. Negadir meni g'alatiroq, tentakroq deyshadi. Men ularning fikriga qo'shilmayman. Hayotimdagi voqealarni ko'rsangiz, balki siz ham men tomonda bo'larsiz. Mana bu chekingiz. 100 so'm yo'q ekan. 100 so'mga rozi bo'lasiz. Nega rozi bo'lishim kerak? Qaytimini bering. Aka, surishib ketamiz keyingi safar. Surishib ketamiz? Nima degani u? Qanaqasiga surishib ketamiz? Hozir yo'q ekan. Keyingi safar chiqqaningizda berib yuboraman 100 so'mingizni. Yo'q, bering. Iltimos, pulim bering. Pulim bering. Aka, endi obbo. Nima? Menga oyim birovning haqqiga xiyonat qilmagan, lekin haqqingni hech qayerda tashlab ketmagin deb o'rgatganlar. Uka, sochingizni qanaqa olishimiz kerak, xo'sh? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kechirasiz, menga jarima yozsangiz. Nimaga? Qanaqa qoidabuzarlik uchun? Men haligi taqiqlangan joydan, piyodalar o'tmaydigan joydan o'tdim bilmasdan. Mana o'zingiz tan olyapsiz. Mayli. Bir safar kechiramiz, mayli. Yo'q. Komandir, yoz bering. Qonun ham uchun bir. Men sizga insongarchilik yuzasidan ketavering deyapman. Boravering. Mana shu odamgarchilik yuzasidan menga jarima yozing iltimos. Qiziq odam ekansiz. Familiyangiz nima? Aliyev. Aliyev. Ismingiz nima? Sobirjon. Sobirjon? Obbo Sobirjon, Endi siz ko'rmaganingiz bilan Xudo ko'rib turibdi-yu, o'shansi bor-da. Gap yo'q lekin sizga. Siz shu paytgacha birinchi bo'lib o'z aybini tan olib kelgan yo'lovchilardansiz. Shu paytgacha bunaqasi oldin bo'lmagan. Bitta o'zim rosa qiynalyapman. Bolani davolatishga ham pul ketyapti. Singlingizdan ajralgandan keyin o'zimga kira olmayapman. Buni ustiga hamma narsa pulga borib taqalyapti. Shunga chetga borib ishlab kelsam degandim. Shunga o'zingiz yordam qilsangiz. O'g'limga siz qarab tursangiz degandim. Juda ham yaxshi o'ylabsiz, ukam. Sinimni bolasi, meni ham bolam. Yaxshi ham begona qo'llaga berib ketmabsiz. O'zim sizdan ham ortiq qilib, yaxshilab qarayman. O'zi shu hayhotdek hovlida mana shunaqa bolajonlarni kulgisi, ovozi yetmay turgan edi. Sizdan ham yaxshi qarayman. Qo'yningizni to'q qiling, xo'pmi? Bu meni o'zimning o'g'lim-ku, to'g'rimi? Xo'sh, bolajonlar, bugun Windows dasturi haqida gaplashamiz. Windows dasturi elektron hisoblash mashinalari va foydalanuvchi. Savol bersam maylimi? Yarasanmi? Nima deysan? Har safar gaplashamiz deb yozdirurasiz. Menga qara. Sen ham har safar jinicha savol berasan-ku. Men indamayapman. Lekin javob ham bermaysiz-da. Masalan, har doim kompyuter haqida yozamiz, lekin ishlatib ko'rmaymiz. Narigi xonada kompyuterlar bor-ku. Bitta ushlab ko'raylik. Kompyuter haqida ma'lumotlarni bilsangina o'rganasan. Uni ushlab ko'rib, aqlli bo'lib qolmaysan. Yoz. Yozsam orqada qolib ketaman-ku. Yana 2 olishni xohlaysanmi? Agar yozmasang, yana 2 qo'yaman. Nima deyatdim? Esimdan chiqib ketdi. Windows dasturi, Sobir. Nima bu yana sharabara? Nimalarni ko'tarib kelding yana? Ustoz haligi suyagida kalsiy bo'ladi degandingiz. Keyin tish pastasiga ftor qo'shiladi degandingiz. Shuni qanaqa qilib ko'rsak bo'ladi?
Siz bilarmikansiz deb olib keldim. Keyin haliga o'ylab qoldim-da, olmada temir bor degandingiz. Olmani yesa bo'ladi-yu. Temirni yeb bo'lmaydi. Mana qarang. Yesa bo'ladi. Temirni yeya olmaysiz. Ishonmasangiz meni yeb ko'ring. Yeb ko'ring. Chiq darsdan. Jonga tegding. Chiqib ket darsdan. Doim bu mog'ir savol berasan. Xo'sh. Chaqirtirganim sababini bilasiz nimagaligini? Yangida, yangi. Hali moslasha olganim yo'q. Siz tushuning. O'g'lingizni hamma o'qituvchilar darsdan chiqarib yuborsa, baho ololmasa, sinfdan sinfga qolib ketsa, bitirolmaydi-ku. Undan ko'ra o'sha maktabga o'tkazing. Bolaga ham yaxshi, boshqalarga ham yaxshi. Boshqalarni bilmadim-u. Bolamga yaxshi bo'lmaydi. Bolam o'rtoqlari bilan yaqingina maktabga borib, kelib yurishi qayoqda-yu? Shaharni narigi burchagiga bir o'zi borib kelishi qayoqda? Tim bo'liya, aqli raso bo'lsa. Agar aqli raso bo'lsa, hammani bezor qilarmidi? O'zingiz mendan yaxshi bilasiz-ku bolangizni. O'tgan safar chaqirganimda o'zingiz ham aytgansiz. Baxtsiz hodisa avtohalokatdan keyin shunaqa bo'lgan deb aytgandingiz-mi? Menga qarang, hech qanaqa. Bolam soppa-sog'. Boshqa bolalar bilan bir xil demoqchimisiz? Yo'q, endi boshqa bolalar bilan bir xil emasdir. Lekin meni bolam jinni emas. Yo'q. Bolangizni jinni deganim yo'q. Shunchaki o'sha maktabda o'qisa qiynalmasdi demoqchi edim-da. O'quvchilarimiz bilan negadir chiqisha olmayapti. O'qituvchilar bilan chiqishadi. O'qituvchilar bilan gapirmasa ham bo'ladi. Iltimos, yana bir imkon bering. Yana bir marotaba 1 yil o'qisin. Doktorlarga tekshirtiraman. Doktorlar agar spravka berishsa, boshqa maktabga, siz yetgan maktabga olib o'taman bolamni. 1 yil bering. Bilasizmi, yaqinda bir maqola o'qidim. Thomas Edisonni ham xuddi shunaqa aqli noraso deyishgan ekan. Maktabdan haydashgan ekan. Onasiga xat olib borgan ekan. O'shanda onasi bolasiga qarab, boshqacha qilib teskarisini o'qib bergan ekan. Yillar o'tib o'sha Thomas Edison. Bu maqolani men ham o'qiganman. Yillar o'tib Thomas Edison olim bo'lib ketadi, katta-katta ixtirolar qiladi. Ana. Endi shunga yig'lashingiz shartmi? Mayli. Faqat 1 yil. Shu yil karantin munosabati bilan bitiruvchilarga tadbir o'tkazib bera olmadik. Xabaring bor, hamma joyda karantin. Ha. Imtihonlar ham onlayn bo'ldi, ustoz. O'zi seni shu masalada chaqirgan edim. To'g'risini ayt. Imtihonda g'irromlik qildingmi? Kimdir yordam bergandir, a? Yo'q. Men imtihon topshirib o'tirmadim, ustoz. Nima? Meni ko'rishlari bilan o'qituvchilar negadir salomimga alik olmasdan "Bo'ldi, sen o'qishni tugatding. Telefoningni o'chir" deydi. Rostdan, ha? Men yolg'on gapirmayman, ustoz. Hamma biladi. Ha. Bilaman. Rostga o'ylaganini bilaman. Buni hamma biladi.
Endi men ham shunday qilgan bo'lardim, lekin Nega? Axir bilim saviyasini tekshirib o'tirish shart bo'lmasa, xo'ja ko'rsinga imtihon olishni nima keragi bor? Mana sizga bir savolim bor sizga. Bo'ldi, to'xta. Iltimos qilaman. Qo'y, bunaqa savollarni nima qilasan? Savol bermay qo'yaver. Men senga va'da beraman. Buyur bitirasan. Shahodatnomangni ham beraman. Bitirdim deb hisoblayver. Kelgusi hayotingda o'qishlaringga omad tilayman. O'ylaymanki sen yaxshi bir kasb egasi bo'lasan kelajakda. Xayr, salomat bo'lgin, oyingga salom aytgin. Bora qol. Ha, xo'p, rahmat. Haligi sinf rahbarimiz infarkt bo'lib qolgan ekanlar. Qaysi kasalxonadalar? Ayta olmaysizmi? Agar hali ham chiqmagan bo'lsalar, borib ko'rmoqchi. Yo'q. Aslo. Sobirjon. Bu ishingni qila ko'rma. Nega? Nega bo'lardi? Kasalxonada hamma joyda karantin. Bundan boshqasi yaramaydi. Bu qog'oz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nimaga siqilib o'tiribsan, ha? Yana kira olmadim. Sog'lar kirdi, men yana kira olmadim. Demak, shundan ma'lumki, men tendayman. Ey sen negativ kalla, xiltir basharamisan, ha? Yo, xom kallama oyijon. Kim aytdi buni, ha? Yig'ishtir. Negativ gaplaringni yig'ishtir. Xo'sh, qani o'zing ayt. Nechta odam topshirdi o'qishga, ha? Ko'p oyi, minglab odamlar topshirdi. Xo'sh. Nechtasi kirdi? 150 ta. Xo'sh, shu minglab odam ahmoqmi shunda, ha? Ey, yoshligimda chet eldan yuk olib kelib sotardim. Hozir onlayn do'kon ochganman, bilasan, ha? Ey, internetdan hammasini bilib o'tiraman. Kim, qachon, qayerda, nima qildi, nima tushdi, nima ochdi hammasini. Voy, yaxshi ham shu chiqdi-ya. O'tirgan joyingda pul topasan. Nechtasi imtiyoz olgan? Nimaga olgan? O'qib, ko'rib o'tiribman hammasini. To'g'ri-yu, lekin baribir savollarga aqlim yetmadi. Ey, Birovning imtiyozining nima aloqasi bor? Agar men o'sha savolni bilmasam, aytchi, qaysi savol javobni bilmabdi mani dono bolajonim? Mana masalani eshiting. Jarangli jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga sinonim so'z to'ldiruvchi vazifasiga kelgan gap ishtirok etgan qatorni toping degan savolni umuman tushuna olmadim. Bizni davrimizda ashula bo'lardi. Lab. Voy, ey bolajonim, shu savolni o'zini eslab qolish ham katta gap-ku. Ey, shu savolni eslab qolganing uchun ham imtihondan o'tkazish kerak edi seni. Voy, shu savolni tuzganni o'zini ham bolasi bordir, ha? Shuni o'ylamabdi-da. Odamni miyasi achib ketmaydimi, ha? Shuni ayting, oyi. Voy. Menga qara Sobir. Ol. Shunga javob ber. Men Zarinani yigitiman de. Tinch qo'ydi. Kim o Zarina degan? Tanimayman-ku. Senga baribir emasmi kimligini bilib nima qilasan? Men Zarinani yigitiman de. Tinch qo'ydi, de, ayt, ol, qo'y. Bu imtihon emas-ku. Men hech kim yigit emasman-ku. Kim o'zi Zarina?
Kim o'zi? Men. Oyi, ismingiz Zarina emasdi-yu? Endi yosh bo'lganimda o'zimni rasmimni qo'yardim. Hozir endi qaridim. Yosh qizlarning rasmini qo'yaman, tushundingmi? Ha. Ular menga sevgi izhor qilyapti. Buni yo'qotishni istamayman. Bu jirniy klient, tushundingmi? Doim qimmat telefon, soat, aksessuarlar oladi, tushundingmi? Jirniy. Malika, lekin semizligini nima aloqasi bor? Ay. Yoki semiz, yog'li odamlar yoqqan demoqchimisiz? Shu yoshda endi yoqadi, yoqmaydi deb o'tiramanmi? U meni yosh qiz deb o'ylaydi, tushundingmi? Agar haqiqatni bilsa, narsa olmay qo'yadi. Tushundingmi gap qayerdaligini? Ha, nima qildi? Nima, shunchalik pulingiz yetmayaptimi? Pulli ortiqchasi bo'lar ekanmi, bolam? Ha? 5600 yetadi demadingda sanam ana u deputatga o'xshab. Bo'pti. Xo'p, oy. Kallani ishlat. Pul topishni o'ylash kerak. Pul topishni. Voy, biznesim kasodga uchramasin, 5600 so'm. Hech qachon mayda kichkina fikrlar bilan o'ralashib qolmanglar. Ana o'shanda o'zlaring ham kichkina mayda odam bo'lib qolasizlar. Katta rejalar qilinglar. Katta odam bo'linglar axir. Katta orzular bilan, katta maqsadlar bilan yashang. Axir katta rejalar qiling. Axir katta kompaniyada ishlayapsiz. Albatta, katta rahbar qo'l ostida ishlayapsiz. Siz undan unumli foydalanib qoling. Katta takliflaringiz bilan kompaniyani rivojiga hissa qo'shing. Men oddiy odamlar katta ishlar qilganiga qiziqaman, yaxshi ko'raman. Men shuni tarafdoriman. Men sizlar tarafdaman. Menga qara, sal nariroq o'tir. Yonida tursang, bo'yim kichkinaligi bilinib qolyapti. Stolni ol. Menga qaranglar, o'zi meni xonamda umuman tansoqchini keragi yo'q, ana chaq. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Eshitdinglar endi. Qani hammamiz katta ishlarga olg'a. Ha, bu boshqa gap. Bosh hisobchi siz qoling, sizlar boraveringlar. Menga qara. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xolajon yaxshimisiz? Va alaykum Xolajon yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Yaxshi Yaxshi o'tiribsizmi? yaxshimi? Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Ilohim. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Nima gap? Yana deydiganimi, Yo'q, nima deganingiz u? O'qishga? Sobirjon bolam, bu yil ham o'qishga kira olmadi-da. Xolajon, bilamiz Sobirni o'qishga kira olmaganini. Har yili jon jahdi bilan rosa harakat qiladi o'qishga kiraman deb. Shunga biz Sobirjon o'rtog'imni o'zimiz bilan birgalikda o'qishga olib bormoqchi edik. Ko'rsin, his qilsin deb. Bilsin. O'qish degani bu u o'ylaganchalik orzu havas emasligini. Faqat qarab yuringlar. Begonalar bilan gaplashganda noqulay ahvolga tushib qolmasin. Aksincha, o'g'lingiz begona odamlarni shu qadar noqulay ahvolga solib qo'yadiki, hamma shoshib qoladi. Yaxshi. Baribir qarab yuramiz desanglar, ruxsat beraman. Tushunarlimi? Tushunarli? Ha, albatta. Bo'lmasamchi, o'zimiz qarab yuramiz. Aytgancha. Inna officialga qaysi biring obuna bo'lmagansan? Telegram guruhingizgami?
hozir o'zida obuna bo'l. Ikkalang ham hozir. Mana xolajon, mana hozirning o'zida obuna bo'laman. Mana. Ha, Like ham bosaman. bo'l tez. Mana, bo'ldi. Har kuni ertalab tursam, sizga birinchi like Repost bosaman. qilinglar, tushunarlimi? Bo'ldi, bo'ldi. Bu Sobir o'g'lingiz yana nimalarni boshlab yuribdi? Biz bo'lmasam, xolajon, shundoq Sobir yoniga borib ko'raylikchi. Ha, mayli. Xo'p. Ehtiyot bo'linglar yo'lda. Bo'ldi. Tushunarlimi? Sobirga Ehtiyot o'zimiz bo'linglar. qarab Men turamiz. hammasini tekshirib turaman. Orqanglardan o'zimni odamimni qo'yaman. Hop, hop. Hamma yoqda odamlarim Hop bor. bo'ladi, hop bo'ladi. Agentlarim. Xo'p, Tushunarli. xolajon. Hop. Mayli, baraka topishsin. Ha. Yangi mashmashami deyman? Hamma narsani mayda-mayda qilib tashlabsan. He. Bolalar qaranglar. Bir kunga 5600 so'm bir kishiga deb eshitdim. Xo'p. Bir oyda 2,5 million 7 kishiga yetish kerak. Lekin unaqasiga hisoblasam ham, bunaqasiga hisoblasam ham to'g'ri kelmayapti. Bu narsalarni Aleyskini narxida hisoblagandirsan-da. Ey, bo'ldi qil Sardor, boshlamagin. Esingdami o'rgatganimiz? Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan narsa bu Yolg'on. Yolg'on esa boshni qotirishga arzimaydi. barakalla. Esingda ekan. O'zing aqlli bo'lasan. Yur, seni institutga olib boramiz. Lekin bu gaplarni deputat aytganda, Hey. men ular ham yolg'on gapiradimi? Ey o'rtoq, bu dunyoda hamma yolg'on gapiradi. Ayniqsa, yolg'onni kattalari katta odamlardan chiqadi. Undan ko'ra mayda-chuyda narsani yig'ishtir. Tur, kiyinamiz. Kiyimingni almashtir, ketamiz. Men ham boramanmi shunda? Ha, borasan. 2-3 yil maktabda sinfdan qolding. Necha yil umring maktabda o'tib ketdi. Ha, institutga ham bir borib ko'r. Ruxsat berisharmikan? Sen o'ylama, xolamdan ruxsat olganman. Tur, ketdik. O'qishga boramiz. Tur. Yur. Kiyimingni almashtir. Mana bularni hisob-kitob qilishim kerak. Odam bashara bu oli. Ketdik, Ay, yur. hisob-kitobingni qo'y. Ey, Yur. Ha, keldingmi? Alisa. Qani? Yaxshimisan? Do'kon chop qoldi. Qarzini to'lab yurish kerak edi, shuning uchun. Bilmasam. To'xtachi. Iya. O'qishimiz tannozlari-yu. Bularni uchinchisi ko'rmaydi? Ha, bular birgalashib ko'rmasa bo'lmaydi-da. Qalis, Ha, yaxshi yuribsanmi? yaxshimisan? Yaxshi yetib kelding. Ha, shunaqa degan. Hurliqoni kutyapti shekilli bular. Ana, keldi. Hurliqon o'zi ham. Voy, endi Sana. kelyapsanmi? Qalis, Yaxshi kelib oldingmi? yaxshimisan? Nima, eslaymi? Bilmadim. Hushimni yig'ishtira olmayapman. Negadir oyoqlarim bo'shashib ketyapti. Mazang yo'qmi? Yo'q. Musiqani sizlar ham eshityapsizlarmi? Qanaqa musiqa yana? Sobir, TikTokka kirmaganmiding?
Agar TikTokda ko'p o'tirsang, xuddi shunaqa bo'lib qolasan. Buni internetga aloqasi yo'q. Tamam. Bu ham mubtalo bo'pti-ku. Yo'q, faqat shunisi emasdi-da. Mana. Hamdardman do'stim, hamdardman. Nimaga meni mubtalo dedilaring? Shuni tushuntira og'ayni. Mubtalo bo'lding, tamom bo'lding, Sobir. Kelib o'qishimizni eng boyvachcha qizini yaxshi ko'rib qolasanmi? Nima? Men sevib qoldimmi? Tamom bo'lding. Sevib qolding o'rtoq, sevib qolding. Ey to'q. Ey bola. O'sha qara. To'xta-ya. Ha, shunaqa degan. Bir daqiqa. Bizga gapiryaptimi? Kechirasiz. Sizni bir daqiqangiz mumkinmi? Tinchlikmi? Menda biror gapingiz bormi? Yo'q, gapim yo'q hozircha. Ha, buyog'i qiziq bo'ldi-ku. Tekshirib ko'rmoqchi edim. Haligi musiqa to'xtab qoldi. Sardor aytishicha, men sizga mubtalo bo'lib qolman. Bilmadim. Ilgari hech ham bunaqa bo'lmagan. Shunga yaqinroqdan qarasam, yana musiqa chalinsa, yuragim urishi o'zgararmikin deb tekshirib ko'rmoqchi edim. Qanaqa musiqa, nimalar deb aljiryapsan, dovdirmisan, ey? Yo'q, Sobirman. Qizlarga gap ochishi yangicha usulimi bu? Yo'q. Bu usul yemabdi lekin. Boshqacharoq narsa o'ylab topa olmadingizmi? O'zi birinchi marta yaxshi ko'rib qolishim. Buni ham hozirgina bildim. Men aslida umuman qizlarga gap ochishni bilmayman. Ko'rinib turibdi, ketdik qizlar. Qoyilman. O'zi nima deganini tushundingmi? Lekin tilingni rosa aylantirding-da. Hey, bola, burro gapirding demoqchiman. Burro. Ahamiyat berdingmi? Malika senga qiziqib qoldi. Muchach, Romeo. Bo'ldi, jiminglar. Jonga tegdinglar. Bir pas o'z holingga tashab qo'ysa nimalar qilmaysanlar? Labingga tegmay gapirasanlar. Darsda shunaqa qilib gapir undan ko'ra. Sizlarga gap bo'lsa bo'ldi, dars bo'lsa ikkinchi o'rinda. Hali shoshmay turinglar. Sessiya payti gaplashib olamiz hammangiz bilan. Hozir gaplashsak bo'lmaydimi? Kim gapirdi? Men. Tushir qo'lingni. Qani Mahmadona? Troningdan? Ismi sharfing nima? Qaysi guruhdansan? Familiyam Aliyev. Fakultetim o'rniga qon guruhimni aytsam bo'ladimi? Qani darsdan chiqib ket. O'zingiz telefon o'ynadingiz. Men ko'rdim. Yana sal shovqin bo'lsa, talabalarga baqiryapsiz. O'qishinglarga kirish imtihonidagi savol mavzusini 3-kurs o'rtoqlarimga o'tmoqchisiz. To'g'ri. Ana doskada katta qilib yozib qo'yibsiz. Shuni aytyapman. Axir buni endi o'tayotgan ekansiz, nega buni kirish imtihonida so'raysizlar? Agar kirish imtihonida so'rasanglar, bilganlar kiradigan bo'lsa, bu mavzuni o'tib yana nima qilasizlar? Sen menga tashlanyapsanmi? Boshingga itti kunini solaman, shoshmay tur. Ha, kasalxonada ko'pini ko'rganman. Agar siz borsangiz, kannibalizm tashxisini qo'yishadi. Asab buzuqlarni kim ishga olarkini? Chiqib ketasanmi, yo'qmi auditoriyadan? Yo'qol! Maktabda ham shu ahvolida. Ha, bo'pti. Qo'yaver. Chiqib ketsam chiqib ketaveraman. Sen tashqarida o'tirib tur, telefon qilaman. Mayli. Ketaverma, ketaversin. Mayli bo'pti. Bo'pti.
Xo'p. Ha qizlar, dars tugadimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ertaga kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'ra, yaxshi. Xo'p. To'xtab turlaring. Yaqinroq kellaring. Ko'ryapsan bularni? Nimani ko'ryapsan? Do'ppinimi? Ha, do'ppini. Do'ppi kiygin. Bar. Sog' bo'linglar. Kepgan ustoz, kepgan. Do'ppi kiyib kelgin sen ham. Tushundingmi? Bari, ishingni qil. Birinchi kunning o'zida butun universitet Sobirini tanib bo'ldi. Ha, nimasini aytasan? Ha. 3 ta parani birontasida oxirigacha chidab o'tira olmadi. Ana o tannozlarni qidirib yuruvdi. Topdi. Voy, haligi dovdiru. Nima? Xo'sh, yana gapingni yo'qotib qo'ydingmi? Shu. Gapim yo'qotganim yo'q. Gapni nimadan boshlashni ham bilmayman. Salom, yaxshimisiz deng. Qalaysiz, o'qishlaringiz yaxshimi deng. Telefon raqamingni ham berib yubor, birato'la. O'zingiz shunaqa g'alatiroqmisiz yo o'zingizni shunaqa tutasizmi? Yo'q, men o'zi shunaqaman. Doktorlar ham tushuntirib berisha olmadi. Meni kasalligimni isbotlab berisha olmagan. Lekin g'alatiligim o'zim ham tan olaman. Tan olish ham mardlik. Malikaga gap otib yurgansanmi sen? Men gap otayotganim yo'q. Shunchaki bitta maktabda o'qiganmiz xolos. Gapirni bo'lma. Faqat jonidan to'ygangina mani Malikamga gap otadi, tushundingmi? Ana endi o'zingdan ko'r. Bo'rini uyg'otding-ku. O'ktam, Malikaga bittasi gap otyapti. Qatta.